Dehqondan Cobalt so'raganlar uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz sotilyapti. Akalar, rangiga keladigan bo'lsak, adashmasam novot rang yoki shampan rang deydi. Bilganlar kommentariyaga yozib ketasizlar. 2014-yil yurganiga keladigan bo'lsak, 201 ming kilometr yurgan. 4 ta yangi yumshoq balonlari. Xo'sh, kraskasiga keladigan bo'lsak, kapot, krilo, orqalikda krilo va mana shu karnizni taglarida bor ekan. Qolgan joylarni bemalol ustalaringga ko'rsatib, tekshirtirib olsalaring bo'laveradi. Mashinamiz metanda xohlagan takliflaring bo'laverar ekan. Dehqonchilik, mana. Mashinamiz metanda, motor ходовой korobkalarida ish yo'q deb aytishyapti. Ichkari salonlari lelonim, ko'rik, chexol, yurganini ko'rsatib o'tamiz mana. Yo'q, o'chib qolibdi hozir 1 minut. 201 ming yurgan ekan, kaltlarni olib qo'yishibdi. Mana, mashinamizning orqa tomon ko'rinishlari. 4 ta yangi yumshoq balonlarda. Mashinamizda ozgina shilingan, qirilgan joylari bor ekan, mana shunday. Mana shu yerda bor ekan, boshqa joylarda ko'rmadim. Oladigan odam bemalol ustalaringga ko'rsatib, tekshirtirib, maslahatlashib olishlaring mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 6300 dollardan kamini qilishib berishar ekan, albatta. Naqd pulga sotiladi, xohlagan taklifim bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, opsiya va kommentariyaga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol chiqib savdosini qilib olishlaring mumkin. 6300 dollarga narxi arzonmi, qimmatmi? Kommentariyaga ham yozib ketasizlar. Motor korobkasi ishi yo'q, 2014, 4 ta baloni yangi holatda. Olasizlar minuslar degan joydan. Bemalol chiqib savdosini qilaverasizlar. Nomerlari opsiya va kommentariyada bo'ladi. Mashinamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'ining mashinasi. Bemalol aloqa chiqib savdosini qilib olishlaring mumkin.